Topikdan ketma-ket 2 marta 6 olishimga yordam bergan 3 ta narsa. Birinchisi bu koreys tilidagi hancha so'zlarni yodlash. Hancha bu Xitoy iyerogliflaridan qolib ketgan so'zlar. Aslida topikda yuqori ball olish uchun koreys tilidagi hamma so'zlarni bilishingiz shart emas. Agar so'zni bir qismini tushunsangiz, uni umumiy ma'nosini taxmin qilib ketsangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu padasigi usuli bo'lgan. Bu yerda tikka eshitib tushunganimni yozardim. Oxirida esa shu tikka transkripiga qarab o'zimniki bilan solishtirardim va qayerda xato qilganimni tekshirardim. Bu usul tikkimni kuchaytirishga juda katta yordam bergan. Uchinchisi esa bu 54 sigini ustida ishlash. 54 sigidan katta ball olish uchun men birinchi o'zim savollarga javob yozardim. Keyin xuddi shu savolga juda zo'r yozilgan matnlarni olib ko'rib chiqardim. Bu menga topik 6 olish uchun qanaqa strukturada yozish kerak, qanaqa fikrlash kerak, hammasini o'rgatgan. Agar siz ham koreys tilini o'rganib topikdan yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, hozir onlayn kurslarimizga qabul ochilgan. Ushbu kurs orqali atigi 3 oyda topikdan 3 darajani olishingiz mumkin. Kurs haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.